yotibsiz dedi. Farroshlikka ham yaramadi. Endi qo'lni tushirib o'tirish kerak-da. Bo'ldi endi men bu yana shu ekan men. Farroshlikka ham yaramayman ekan. Yo'q, u himmati bor odam edi. O'ylandi, bozorga borib turib 1 korobka pomidorni $10 ga sotib oldi. Maydalab ko'tarib yurib sotdi. U yoqqa yugurdi, bu yoqqa yugurdi, $12 qo'lida pul bo'ldi kechki payt. Xursand. Shu $2 ga ishlayman endi. Deb turib bo'ladi-yu. Bolalarimizni ishtahosi bo'ladi, himmat emas. Sen ishlab turaver kuniga 200 so'mdan. Alloh u yog'iga bir yo'l ko'rsatar desa, "Ya" deydi. To'g'rimi? U sразу kuniga $100 dan ishlash topish kerak u. Mana Rossiyaga jo'natib pul jo'natib o'rasizlar bolalaringlarda. O'sha yoqqa borib ularni olib ishlatayotgan, haligi robotadatlar bilan gaplashinglar-da. Na tilni biladi, na hunari bor, na cho'ntagida pul yo'q. Buradan kelib pul jo'nat. Oqsoqol, amma hunar bilan jo'natdingizmi? Yo'q, til bilanmidi? Yo'q, puli. Nima deb turing? Eshitdilar-da ikkinchi tomonda. Bu odam qo'lini tushirmadi. Shu $2 ga qanotlandi-da, ertasi kuni borib 2 korobka sotib oldi. Yugurdi, sotdi.